Assalomu alaykum, Kia Kassim. Bizde Airbag'ning shriftini ostida ko'rib qolibdir. O'zinde Airbag ham qilgan, so'sin mana ikkovimiz istemay qolgan. Buni austiruv uchun bizga aslida mundagi ne kerak? Шестигранник T30 deydin. Mana yerning biri var, mana jonda ikkinchisi var. Ikkovini shishamiz, so'sin buni olamiz. Airbag'ning stikerini chiqaramiz, signalni stikerini chiqaramiz. İlk stiker çeşimiz. So'sin mana stiker chiqaramiz. Stiker chiqarib olamiz. Mana yerga 24 головканы rul cheshib olamiz. Uni oldin rul tegis qo'yib olamiz. Bu bo'ldi cheshib olgasin. Kakini cheshib olgasin, rulni qattiqroq tortamiz. Rulni bo'lsa chiqarib olamiz. So'sin mana cheshamiz. Ikkovini aslida bir bo'lib turib, shu nachirkani cheshib qo'yamiz. Cheshib olamiz. So'sin mana yerdan birini ko'taramiz. Bu yoqdan ikkinchisini, bu yoqdan uchinchisini. Stiker cheshib olamiz. Aytib ketadigan bir joy, mana sentrovkasi bor, o'sini cheshib qo'yamiz. Polni rulni qo'yib bo'lgancha. Hozir rul sirtda tegizdir. Mana shu yo'nalishni solamiz, stikerlarni qistiramiz. Rulni solamiz, so'dan keyin baribni olamiz. Rulni solib bo'ldi, so'sin baribni olamiz. Stikerni qistiramiz.